Qadr kechasi eng yaxshi duo qaysi? Oyshanimiz so'ragan payg'ambarimizdan. Qadr topsam nimani so'ray degan. Payg'ambar alayhissalom Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni deganlar. Allohdan bir narsa so'rashmas. Allohim sen meni afv qilgin. Sen afvni yaxshi ko'rasan. Meni kechirgin deb duo qil deganlar. Chunki insonni savob ishlashidan ko'ra gunohini kechirishi, so'rashligi muqaddam turadi. Chunki gunohlardan qutulganimizda savob foyda beradi bizga. Tushundingizmi? Tijoratda ham shunaqa-yu. Oldin xarajatlarni chiqarib tashlaysiz, keyin qolgan sarmoya foyda bo'ladi. Foyda xarajatlardan, ya'ni zararlardan keyin qolgan narsaga foyda deyiladi. Qolmasa u zarari ketdi. O'shaning uchun birinchi zararni bartaraf qilishimiz kerak. Allohim innaka afuvun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karim jumlasi yo'q, hadisda yo'q. Endi duoda qilsa balki bo'ladi.